Salom, aziz do'stlar. Bugun men siz bilan juda ham muhim, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzuda suhbatlashmoqchiman. Bu ma'lumotlar shunchaki foydali emas, balki har birimizning sog'ligimiz, hatto hayotimiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar siz kasalxonaga borishga majbur bo'lganmisiz yoki kelajakda borishingiz ehtimoli bor deb hisoblasangiz, unda ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Sababi men sizga bugun aytib beradiganlarim sog'liqni saqlash tizimida haqiqatan ham nimalar o'zgarayotgani, o'z huquqlaringizni qanday himoya qilish kerakligi va qanday qilib o'zingiz uchun eng yaxshi tibbiy yordamni olish mumkinligi haqida bo'ladi. Ko'pchilik kasalxonaga borganida o'zini noqulay, noaniq holatda his qiladi. Ba'zida esa o'z huquqlarini bilmagan holda katta xatolarga yo'l qo'yadi. Bugungi video aynan shu holatlarning oldini olishga yordam beradi. Shuning uchun iltimos hoziroq kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya va bu kabi foydali ma'lumotlarni kengroq auditoriyaga yetkazishga yordam beradi. Ishoning, bugungi video har bir tiyini va har bir daqiqasi sizga minglab foyda keltiradi. Sog'liqni saqlash tizimi qadimdan murakkab va ba'zan tushunarsiz bir mexanizm bo'lib kelgan. Ilgari ko'plab insonlar uchun kasalxona degani birinchidan navbatlar, ikkinchidan tanish-bilishchilik orqali muolaja olish imkoniyati, uchinchidan ba'zi hollarda norasmiy to'lovlar bilan bog'liq edi. Odamlar ko'pincha o'z holatlari haqida to'liq ma'lumot ola olmas edi. Ba'zida shifokorlarning aytganini so'zma-so'z qabul qilishdan boshqa iloji yo'qdek tuyulardi. Tashxislar tez-tez sirli terminlar bilan aytilib, bemorga tushunarli tilda izohlanmas edi. Davolash usullari, ularning xavflari va foydalari haqida batafsil ma'lumot berilmas edi. Natijada bemorlar passiv qabul qiluvchi rolida bo'lib, tibbiy xizmatlar sifati yoki o'z huquqlarini talab qilish imkoniyatlari cheklangan edi. Men kasal bo'ldim, meni davolashsin degan oddiy yondashuv hukmron edi. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Ko'plab mamlakatlarda, shu jumladan bizning yurtimizda ham sog'liqni saqlash sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlarning asosiy maqsadi tizimni yanada shaffof, samarali va eng muhimi bemorga yo'naltirilgan qilishdir. Endi bemor shunchaki kasalxonaga kelib davolanishni kutib turadigan shaxs emas, balki o'z sog'lig'i uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan va davolanish jarayonida faol ishtirok etadigan subyektga aylanishi kerak. Tibbiy sug'urta tizimlari joriy qilinmoqda. Raqamli texnologiyalar orqali tibbiy hujjatlarni boshqarish yo'lga qo'yilmoqda. Shifokorlar va tibbiy muassasalarning javobgarligi oshirilmoqda. Endi tibbiy xizmatlar uchun to'lov mexanizmlari ham o'zgarmoqda. Bunda ba'zi hollarda davlat tomonidan kafolatlangan bepul xizmatlar doirasi aniqlashtirilsa, boshqa hollarda pullik xizmatlar uchun ham aniq tariflar va shaffoflik ta'minlanmoqda. Bu o'zgarishlar dastlab biroz tushunarsiz va murakkab tuyulishi mumkin. Ammo aslida ular bemorlarning foydasiga ishlaydigan tizimni yaratishga qaratilgan. Ammo bu tizimdan to'g'ri foydalanish uchun biz, oddiy odamlar, o'z huquq va majburiyatlarimizni bilishimiz shart. Keling, endi eng muhim jihatlarga o'tamiz. Siz kasalxonaga borganingizda bilishingiz shart bo'lgan asosiy qoidalar, huquq va majburiyatlar haqida batafsil gaplashamiz. Bu ma'lumotlar kimga kerak, kim esa undan bemalol bo'lishi mumkinligini ham aniqlashtiramiz. Aslida bu ma'lumotlar har bir insonga kerak, lekin ayniqsa ba'zi toifadagi fuqarolar uchun juda ham muhimdir. Birinchidan, asterisk bemorning ma'lumot olish huquqi. Aziz do'stlar, kasalxonaga borganda bilishingiz shart bo'lgan eng asosiy huquqlardan biri bu sizning sog'lig'ingiz va davolanish jarayoningiz haqida to'liq va tushunarli ma'lumot olish huquqidir. Tasavvur qiling, sizga jiddiy tashxis qo'yildi. Sizning shifokoringiz ushbu tashxisni, uning kelib chiqish sabablarini, davolash usullarini, har bir usulning afzalliklari va kamchiliklarini, ehtimoliy nojo'ya ta'sirlarini, shuningdek, davolanishga kirmaslikning oqibatlarini sizga to'liq tushuntirishi shart. Bu shunchaki bu dorini ichasiz yoki bu operatsiyani qilasiz degan gapdan iborat emas. Shifokor sizga dorining nomi, dozasi, uni qabul qilish tartibi, qaysi ovqatlar bilan birga qabul qilish mumkin emasligi, boshqa dorilar bilan o'zaro ta'siri haqida batafsil ma'lumot berish kerak. Misol uchun, agar sizga gipertoniya, yuqori qon bosimi tashxisi qo'yilgan bo'lsa, shifokor sizga faqatgina dorilar ro'yxatini berib qo'ymasligi kerak. U sizga ushbu kasallikning o'zingizning holatingizda qanday rivojlanishi mumkinligini, uzoq muddatda qanday asoratlarga olib kelishini, masalan, insult, infarkt
buyrak yetishmovchiligi va ushbu xatarlarni qanday kamaytirish mumkinligini tushuntirishi kerak. Shuningdek, u sizga dorilardan tashqari hayot tarzingizni o'zgartirish, masalan, tuz iste'molini kamaytirish, jismoniy faollikni oshirish, stressni boshqarish qanchalik muhimligini va bu o'zgarishlar davolanish samaradorligini qanday oshirishini misollar bilan ko'rsatib berishi lozim. Agar shifokor buni o'z tashabbusi bilan qilmasa, siz uning o'zidan so'rashingiz shart. Doktor, mening ahvolim haqida ko'proq ma'lumot bering. Bu davolanishning qanday muqobil variantlari bor? Ularning har birining xavflari va afzalliklari nimada? Agar davolanishdan bosh tortsam nima bo'ladi? Bu sizning ongli ravishda qaror qabul qilishingiz uchun juda muhimdir. Bemorning har bir tibbiy aralashuvga yozma roziligi olinishi kerak va bu rozilik berishdan oldin bemor to'liq ma'lumotga ega bo'lishi shart. Agar sizga biron narsa tushunarli bo'lmasa, shifokordan uni oddiyroq tilda tushuntirishini so'rang. Bu sizning huquqingiz. Ikkinchidan, asterisk shifokor yoki tibbiy muassasani tanlash huquqi. Ko'pgina hollarda siz o'z oilaviy shifokoringizni yoki u tomonidan berilgan yo'llanma asosida ixtisoslashgan shifoxonani tanlashingiz mumkin. Ammo bu tanlov imkoniyati har doim ham chegarasiz bo'lmaydi. Masalan, davlat tibbiy sug'urta tizimi joriy qilingan joylarda siz ma'lum bir sug'urta paketiga kiruvchi klinikalar ro'yxatidan tanlashingiz mumkin. Lekin sizga yoqmagan shifokor yoki klinikada majburiy davolanishga rozi bo'lish shart emas. Agar imkon bo'lsa, siz boshqa mutaxassisning fikrini olishingiz, second opinion yoki boshqa muassasaga murojaat qilishingiz mumkin. Bu ayniqsa jiddiy kasalliklar yoki murakkab operatsiyalar oldidan juda muhimdir. Uchinchidan, asterisk davolanishdan bosh tortish huquqi. Har bir voyaga yetgan aqli raso inson o'z tanasi va sog'lig'i haqida qaror qabul qilish huquqiga ega. Agar sizga taklif qilingan davolanish usuliga rozi bo'lmasangiz, undan bosh tortishingiz mumkin. Lekin bu qaroringizning oqibatlarini tushunishingiz va tibbiy muassasaga yozma ravishda o'z rad javobingizni berishingiz kerak bo'ladi. Shifokorlar sizni majburlashga haqli emas, lekin ular sizga davolanishdan voz kechishning salbiy oqibatlarini tushuntirishlari shart. Bolalar va aqli zaif insonlar uchun bu qarorlarni ularning qonuniy vakillari qabul qiladi. 4-dan, asterisk maxfiylik huquqi. Sizning shaxsiy tibbiy ma'lumotlaringiz shifokor siri hisoblanadi va uchinchi shaxslarga sizning ruxsatingizsiz oshkor etilishi mumkin emas. Bu sizning shaxsingiz, tashxisingiz, davolanish jarayonlaringiz va boshqa barcha tibbiy ma'lumotlaringizni o'z ichiga oladi. Faqatgina qonunda belgilangan istisno holatlarda, masalan, sud qarori bilan yoki jamoat sog'lig'iga tahdid soluvchi xavfli yuqumli kasalliklar holatida ushbu ma'lumotlar oshkor etilishi mumkin. 5-dan, asterisk shikoyat qilish huquqi. Agar sizga ko'rsatilgan tibbiy xizmat sifati qoniqarli bo'lmasa yoki sizning huquqlaringiz buzilgan deb hisoblasangiz, tegishli idoralarga shikoyat qilishga haqlisiz. Bu avvalo tibbiyot muassasasining ma'muriyatiga, keyin esa yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, Sog'liqni saqlash vazirligining ishonch telefoniga yoki tegishli sud organlariga murojaat qilishni anglatadi. Asterisk kimlar ko'proq tashvishlanishi kerak va kimlar nisbatan kamroq aslida. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun zarur. Biroq ba'zi toifadagi odamlar uchun bu ma'lumotlar ayniqsa muhimdir. Asosan ko'proq tashvishlanishi kerak bo'lganlar, asosan surunkali kasalliklarga chalinganlar, gipertoniya, qandli diabet, astma kabi doimiy kuzatuv va davolanishni talab qiladigan kasalliklar bilan yashayotgan insonlar sog'liqni saqlash tizimi bilan tez-tez muloqotda bo'lishadi. Ularga har bir davolash bosqichini, dorilarning o'zaro ta'sirini, navbatdagi tekshiruvlar jadvalini to'liq tushunish juda muhim. Masalan, 25 yoshli Ahmad aka qandli diabet bilan yashaydi. U har 3 oyda endokrinologga boradi. Bir kuni unga yangi dori yozishdi. Lekin Ahmad akaga bu dorining oldingi dori bilan qanday farqi borligi, uni qaysi paytda ichish kerakligi, agar u esdan chiqarsa nima qilish kerakligi to'liq tushuntirilmagan. Natijada u dorini noto'g'ri qabul qilib ahvoli yomonlashgan. Agar u o'zining ma'lumot olish huquqidan foydalanib, shifokordan har bir savoliga javob olganida bunday holatga tushmas edi. 200 asr keksa yoshdagi fuqarolar, ular ko'pincha turli kasalliklarga moyil bo'lib, tibbiy yordamga tez-tez ehtiyoj sezishadi. Ularga tizimdagi o'zgarishlarni tushunish, yoshlik tufayli ba'zi hollarda beriladigan imtiyozlarni bilish va o'z huquqlarini himoya qilish qiyinroq bo'lishi mumkin. Asterisk yosh bolali ota-onalar. Asterisk bolalar salomatligi juda nozik masala. Bolalar tez-tez kasal bo'ladi va ularga tibbiy aralashuvlar ko'p talab qilinadi.
har bir ota-ona bolasi uchun eng yaxshi davolanish usulini tanlashda. Shifokorning har bir tavsiyasini tushunishda faol bo'lishi kerak. Tasavvur qiling, 22 yoshli ayol Dilbar 3 yashar o'g'lini baland isitma va tirishish bilan shoshilinch yordam bo'limiga olib keldi. Ro'yxatga oluvchi navbatchi tibbiy xodim Dilbardan avval tibbiy sug'urta kartasini yoki to'lovni talab qildi. Dilbar o'g'lining ahvoli og'irligidan qo'rqib, biroz sarosimaga tushdi. Aslida shoshilinch holatlarda bemorning holati barqarorlashmaguncha tibbiy yordam ko'rsatishni rad etish yoki to'lovni talab qilish qonunga zid. Dilbar bu huquqini bilganida darhol tibbiy yordam ko'rsatilishini talab qila olardi. Bu holatda har bir soniya hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ming afsuski, har yili minglab bemorlar, ayniqsa bolalar va keksa yoshdagi insonlar shunga o'xshash vaziyatlarga duch keladi. Ammo ularning faqatgina endi investitsiyalarda o'z huquqlarini talab qila oladi yoki shikoyat arizasi beradi. Qolganlari esa imkonsizlikka tushib, xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning talabiga bo'ysunadi. 4. Tibbiy bilimi kam bo'lganlar. Astik tizimning murakkabligini tushunishda qiynaladigan yoki tibbiy terminologiyadan xabari yo'q insonlar. Astik nisbatan kamroq tashvishlanishi mumkin bo'lganlar. Lekin baribir bilishi shart. Sog'lom, yosh insonlar. Asterisk ular tibbiy muassasalarga kamdan kam murojaat qilishadi. Ammo favqulodda vaziyatlar hech kimni chetlab o'tmaydi. Oddiy bir jarohat yoki to'satdan kasallik ham sizni kasalxona eshigiga olib borishi mumkin. Bunday holatlarda o'z huquqlaringizni bilish katta ahamiyat kasb etadi. Siz hozir sog'lom bo'lsangiz ham bu ma'lumotlar kelajakda sizga yoki yaqinlaringizga juda kerak bo'lishi mumkin. Bemorning majburiyatlari huquqlardan tashqari, bemorlarning ham o'z majburiyatlari bor. Bular tibbiyot xodimlarining ishini osonlashtiradi va davolanish jarayonini samarali qiladi. Berish, to'liq va to'g'ri ma'lumot berish. Siz o'z sog'lig'ingiz, o'tmishdagi kasalliklar, qabul qilingan dorilar va allergiya reaksiyalari haqida shifokorga to'g'ri va to'liq ma'lumot berishingiz shart. Noto'g'ri ma'lumot noto'g'ri tashxisga va noto'g'ri davolanishga olib kelishi mumkin. 2. Shifokor tavsiyalariga rioya qilish, davolash rejasiga amal qilish, dorilarni o'z vaqtida va to'g'ri qabul qilish, belgilangan parhezga rioya qilish muhimdir. Tibbiyot xodimlariga hurmat, tibbiyot xodimlari og'ir mehnat qiladi. Ularning mehnatini hurmat qilish, muassasa qoidalariga amal qilish bemorning odob axloq me'yorlaridan hisoblanadi. 4. To'lov majburiyatlarini tushunish. Agar pullik xizmatlardan foydalanayotgan bo'lsangiz, to'lov shartlari va miqdorini oldindan aniqlashtirib olishingiz va o'z majburiyatlaringizni bajarishingiz kerak. Endi esa ushbu qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va unchalik aniq bo'lmagan nozik jihatlari haqida gaplashamiz. Bu qism ayniqsa muhim. Chunki ko'plab chalqashliklar aynan shu yerda yuzaga keladi. Qoidalardan istisnolar: shoshilinch tibbiy yordam. Yuqorida aytib o'tganimizdek, hayotga tahdid soladigan holatlarda, masalan, og'ir jarohatlar, infarkt, insult, o'tkir qon ketishlar, tibbiy yordam sug'urta polisi yoki to'lovdan qat'iy nazar darhol ko'rsatilishi shart. Bu qonun bilan mustahkamlangan. Shoshilinch yordam bo'limida birinchi navbatda bemorning hayotini saqlab qolish va ahvolini barqarorlashtirish choralari ko'riladi. Keyin esa qolgan masalalar hal qilinadi. 2. Maxsus shifoxonalar va kasalliklar, ruhiy kasalliklar. Yuqumli kasalliklar, sil OIS kabi narkologik kasalliklar bo'yicha shifoxonalarda ba'zi qoidalar umumiy qoidalardan farq qilishi mumkin. Masalan, ruhiy kasalliklari bo'lgan bemorlarning majburiy davolanishi qonun bilan belgilangan bo'lishi mumkin. Yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini olish uchun bemorlarni izolyatsiya qilish yoki ma'lum davolash usullariga majburlash kabi choralar qo'llanilishi mumkin. Bu jamoat salomatligini himoya qilish maqsadida qilinadi. Xususiy va davlat klinikalaridagi farqlar. Xususiy klinikalar ko'proq moslashuvchanlik va tanlov imkoniyatini taklif qilishi mumkin, ammo ularning xizmatlari to'liq pullik bo'ladi. Davlat klinikalarida esa davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlar ko'rsatiladi. Ammo navbatlar, byurokratiya va ba'zida infratuzilma bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. O'zingiz qaysi turdagi klinikani tanlashda har ikkala variantning afzalliklari va kamchiliklarini tushunishingiz kerak. Tuzoqlar va unchalik aniq bo'lmagan nozik jihatlar, shukrona yoki norasmiy to'lovlar. Astirish bu eng katta va eng xavfli tuzoqlardan biri. Afsuski, jamiyatimizda shifokorlarga shukrona sifatida norasmiy pul yoki sovg'alar berish odati hali ham mavjud. Bu tizimni korrupsiyaga botiradi va tibbiy xizmat sifatini pasaytiradi.
Bemorlar o'z huquqlarini talab qilishdan qo'rqadi. Chunki ular shukrona bergan bo'lishi mumkin. Unutmang, agar xizmat pullik bo'lsa, siz uning uchun rasmiy chek olishingiz shart. Agar xizmat bepul bo'lsa, hech qanday qo'shimcha to'lov talab qilinmasligi kerak. Norasmiy to'lovlar shifokorni ham, bemorni ham noqonuniy holatga soladi va kelajakda shikoyat qilish imkoniyatini cheklaydi. Pulni bermaslik, balki rasmiy ariza bilan murojaat qilish tizimni tozalashga yordam beradi. 2. Asos hujjatlashtirishning yetishmasligi. Ko'plab bemorlar tibbiy hujjatlarni, tahlil natijalarini, tashxis varaqalarini, dori retseptlarni saqlashga e'tibor bermaydilar. Bu juda katta xato. Har bir tibbiy aralashuv, har bir tahlil natijasi, har bir shifokorning xulosasi sizda yozma shaklida bo'lishi shart. Sababi, birinchidan, bu sizning sog'liq tarixingizni to'liq shakllantiradi. Ikkinchidan, agar kelajakda muammolar yuzaga kelsa, masalan, noto'g'ri davolanish, tibbiy xato, sizning qo'lingizda isbot bo'ladi. Yozma ruxsatnomalar, xulosalar, to'lov kvitansiyalarini har doim saqlang. Astirish, noto'g'ri ma'lumotlarga tayanish. Internetda yoki tanish-bilishlar orqali tarqaladigan har qanday ma'lumotga ishonib qolish xavflidir. Faqatgina malakali shifokorlar va rasmiy tibbiy manbalarga ishoning. Dard, passiv munosabat. Shifokor bilan muloqotda passiv bo'lish, savollar bermaslik, o'z holatini tushunishga intilmaslik eng katta xatolardan biridir. O'zingizning ahvolingizni va davolanish jarayonini to'liq tushunishga intiling. Agar sizga biror narsa tushunarli bo'lmasa, uni qayta so'rang. Bu sizning sog'lig'ingiz. 5. Oilaviy shifokorning roli. Asrimiz yangi tizimda oilaviy shifokor instituti muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ko'pgina hollarda siz ixtisoslashgan shifokorga murojaat qilishdan oldin avvalo oilaviy shifokoringizga uchrashingiz kerak bo'ladi. U sizni tekshiradi, zarur tahlillarni tayinlaydi va keyinroq tor doiradagi mutaxassisga yo'llanma beradi. Bu tizim oqilona xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi va mutaxassislar yukini kamaytiradi. Shu bois o'z oilaviy shifokoringizni bilishingiz va u bilan doimiy aloqada bo'lishingiz muhim. 6. Ikkinchi shifokor fikrini olish, second opinion. Agar sizga jiddiy tashxis qo'yilsa yoki murakkab davolash usuli tavsiya etilsa, boshqa mutaxassisning fikrini olishdan tortinmang. Bu sizning huquqingiz. Bu sizga eng to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi va davolanish natijalariga ishonchingizni oshiradi. Endi esa eng muhim qismga astirish amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalar. Kasalxonaga borishdan oldin bir astirish hujjatlarini tayyorlash. Bu sizning shaxsiy shoshilinch yordam sumkangiz bo'lishi kerak. Unga nimalar kiritiladi? Pasport yoki shaxsiy guvohnoma bu sizning kimligingizni tasdiqlaydi. Tibbiy sug'urta polisi agar mavjud bo'lsa. Agar siz tibbiy sug'urtaga ega bo'lsangiz, uni doim o'zingiz bilan olib yuring. Bu sizning qaysi xizmatlar bepul ekanligini belgilaydi. Oldingi tibbiy hujjatlar, avvalgi kasalliklar tarixi, tahlil natijalari, tashxislar, yozib berilgan dorilar ro'yxati, ularni bir papkada tartibli saqlang. Har doim kerakli tibbiy ma'lumotlar qo'lingizda bo'lishi kerak. Qabul qilinayotgan dorilar ro'yxati. Agar siz doimiy ravishda biron bir dori qabul qilsangiz, uning nomi, dozasi va qabul qilish tartibini yozib qo'ying. Bu shifokorga sizning holatingizni to'g'ri baholashga yordam beradi. Yaqin qarindoshlarning aloqa ma'lumotlari. Agar siz o'zingiz bilan gaplasha olmasangiz, shifokorlar ular bilan bog'lana olishi uchun 2 ma'lumot to'palash. Agar rejalashtirilgan davolanish bo'lsa, tanlagan shifoxonangiz yoki shifokoringiz haqida ma'lumot to'plang. Ularning reytinglari, tajribasi, xizmat ko'rsatish sharoitlari haqida bilib oling. 3. Savollarni yozib qo'ying. Shifokor bilan uchrashuvdan oldin o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarni qog'ozga yozib oling. Bu uchrashuv davomida hech narsani unutmaslikka yordam beradi. Misol uchun, mening tashxisim nima? Davolash rejasi qanday? Qanday xavflar bor? Qancha vaqt davolanishim kerak? Qancha turadi? Qanday muqobil variantlar bor? Kasalxonada yoki shifokor qabulida bo'lgan vaqtda savol berishdan tortinmang. Hech qachon savol berishdan qo'rqmang. Agar tushunmasangiz, buni tushunmadim, iltimos, oddiyroq tushuntirib bering deb so'rang. Bu sizning sog'lig'ingiz. Agar shifokor shoshilayotgan bo'lsa, sizning savollaringizga javob berishi uning majburiyati ekanligini eslatib qo'ying. 2. Hujjatlarni talab qiling. Har bir tashxis, tahlil natijasi, yozib berilgan retsept, davolanish varaqasi va ayniqsa tibbiy aralashuvga rozilik berish to'g'risidagi hujjatlarning nusxasini olishga harakat qiling. Ularning har birini saqlang. To'lov qilingan har bir xizmat uchun kvitansiya talab qiling. 3.
asterisk yozuvlar olib boring. Uchrashuv sanalari, shifokorlarning ismlari, muhim qarorlar va tavsiyalarni yozib boring. Agar mumkin bo'lsa, uchrashuvni ovozli yozib olish haqida ham o'ylab ko'ring. Lekin buning uchun shifokordan ruxsat olishingiz kerak. 4. Asterisk kimga murojaat qilishni biling. Agar sizning huquqlaringiz buzilganini sezdingiz yoki xizmat sifatidan norozi bo'lsangiz, avvalo shifoxona ma'muriyatiga, bosh shifokorga, bosh hamshiraga murojaat qiling. Agar bu natija bermasa, Sog'liqni saqlash vazirligining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Ularning raqamlari ko'pincha shifoxona kirishida yoki veb saytlarda ko'rsatilgan bo'ladi. Zarur bo'lsa, huquqni himoya qilish tashkilotlariga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Kasalxonadan keyin tavsiyalarga rioya qiling. Shifokorning uyda davolanish, parhez, jismoniy faollik yoki boshqa tavsiyalarga to'liq rioya qiling. Nazorat tekshiruvlariga o'z vaqtida boring. Fikr mulohaza bering. Agar sizga xizmat yoqqan bo'lsa, minnatdorchilik bildiring. Agar yoqmagan bo'lsa, konstruktiv tanqid va takliflaringizni bildiring. Bu tizimni yaxshilashga yordam beradi. Aziz do'stlar, bugungi videoda sizga kasalxonaga borganda bilishingiz shart bo'lgan eng muhim ma'lumotlarni berishga harakat qildim. Esingizda tuting, siz shunchaki bemor emassiz. Siz sog'liqni saqlash jarayonining faol ishtirokchisiz. Sizning bilimlaringiz bu sizning eng katta kuchi. O'z huquqlaringizni bilish va ularni talab qilish sizga eng yaxshi tibbiy yordamni olishga, keraksiz muammolardan qochishga va eng muhimi sog'lig'ingizni himoya qilishga yordam beradi. Bu ma'lumotlar har bir oila, har bir inson uchun juda zarur. Ushbu video siz uchun foydali bo'lganiga umid qilaman. O'z tajribalaringiz, savollaringiz yoki fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun qimmatli. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yanada ko'plab muhim va foydali ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling.